Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy Tengirtaq xabar torining 11 ayning 9 kunidagi xabarda bildirilishicha, Qibris Əmgək Taraqqiyot partiyasining a'zosi, Qibris Markaziy komitetining a'zosi va iqtisod ministri Nikos Yuenno Sharq Turkistonda 3 kunlik ziyoratda bo'lgan. Nikos Urumchi, Turpan qatorliq joylarga va Urumchi xalqaro cho'ng bozori, atalmish Şinjan muzeyini ekskursiya qilib, atalmish Şinjanning tarixiy va madaniyati va shu yerdagi kishilarning ishlab chiqarish ahvolini tekshirib tadqiq qilgan. Nikos mundaq degan: Qibris bilan atalmish Şinjanning madaniyat, san'at, yemak-ichmak qatorliq jihatlarda nurg'un o'rtoqligi bor. Her iki rayonun qimmatli tarixiy ve medeniyet maraslari bor. İki tarafning medeniyet sayahati, iqtisod ve savdo ve boshqa sohalarda o'zaro almashtirish ve hamkorlik o'rnatishni xohlaymiz. Biz Qibrisdan boshqa davlatlarga boradigan sayohatchilarni atalmish Şinjanni ziyorat qilishga ilhomlantiramiz. Biz yana atalmish Şinjandagi sayohatchilarning Qibrisga sayohat kelishini qarshi olamiz degan. O yana so'zida ba'zi g'arb taratqularning atalmish Şinjan haqidagi xabarlari obyektiv paket qizit bo'lib, aniqki bu bir yomon g'arazlik siyosiy maqsad. Men g'arb ellarining atalmish Şinjanni bevosita ziyorat qilishini ve bu yerdeki teraqqiyot ve özgürlüşlerge şahit bo'lishini hamda haqiqiy atalmish Şinjanni tushunishini umid qilaman. Ben Qibris qaytgandan keyin alohida bir vakillarni qurib atalmish Şinjanni ziyorat qilishni planlayapman. Ben yeni maqola yozib atalmish Şinjanni ko'rgan va anglaganlarimni gazet va yangi taratqular orqali texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni planlayapman deganlarni bildirgan. Xitoy xabar torining 11 ayning 10 kunidagi xabarda deyilishicha, 11 ayning 10 kuni atiganda Qo'rg'os temir yo'l portining birlashma tekshirish zali Xitoy hukumati bilan Qozog'iston Cumhuriyeti hukumati o'rtasida o'zaro viza kechirim qilish kelishimidan keyin tunji turkumdagi chegaradan kirgan yo'lovchilarni kutib oldi. Bu kelishim 10 noyabr kuni rasmiy kuchga ega bo'lgan. 2023 yil 5 ayning 17 kuni Xitoy bilan Qozog'iston 10 noyabrdan boshlab yo'l qo'ymoqchi bo'lgan Qozog'iston bilan Xitoy hukumati o'rtasida o'zaro viza kechirim qilish kelishimi Xitoyning Xi'an o'lkasida imzolangan edi. Bu kelishimga asosan xizmat pasport, odatdagi pasport va sayohat hujjati bor Xitoy fuqarolari, odatdagi pasport va davlatga qaytish isboti va Qozog'iston fuqarolari shaxsiy ishlar va savdo faoliyatlari, savdo tijorat, ish to'xtami imzolash, davolanish qatorliq sabablardan ikki davlat orasida vizasiz sayohat qilishga bo'ldi ekan. Va shu davlatga kirgan kundan boshlab 30 kundan eshib ketmasligi, har 180 kunda jami 90 kundan eshib ketmasligi sharti bilan viza iltimos kechirim qilindi ekan. Egilicha Xitoy Qozog'iston o'zaro viza kechirim qilish kelishimining rasmiy yo'l qo'yilishiga ergishib, chegaradan kirib chiqadigan kishilarning soni ko'rinarli oshdi ekan. O'lcharilishicha Qozog'iston kirgan kundalik o'rtacha odam soni hozirgi 300 dan eng oz bo'lganda mingga ko'paydi ekan. Va bu ikki rayon orasidagi sayohat qatim soni shiddat bilan o'rlaydi ekan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.